Halayık, nan yağla. Isınan. Halayık, kilangla. Nan yağla. Nan kepti. Kızım, nan ne kepti? Köpek. Nan yeyimiz ha? Hammanglar yetidu. Birden ilangla. Bulamda hammanglar yetidu. Birden ilangla. Talashmanglar. Birden ilangla. Hammanglar yetidu. Afet kuchurgan xalqning yeydigan tamog'i bormi? Shundaq, hammasiga bor olinglar. Qaraganda 50 tilloning karomati xili unum bergan o'xshaydi. Bu o'zlarining donoligi olinglar. Yura, bozorga berib ko'rib boqaylik. Nima degan mezillik? Ukam, bu eng oxirqidan sana beray. Ala. Ko'p rahmat sana. Hey, astaraq yugur. O'pirdan yetami? Opa, non yangla. Sen yegin, qo'sog'im ashmadi. Canım balam, gapimni angla, o'zing ye. Yo'q, sizlar bilan birga yeyman. Nasrdin aka, bir nonga ulab to'yammi? To'ymig'idek. Nasrdin, sizning yardamingiz bilan bizning yeydigan narsamiz bor bo'ldi. Sizga ko'p rahmat. Men ularga yordam qilyapsam, hammasi Nasrdinga rahmat aytib, mening yaxshiligimni unutib qoldi. Olinglar. Nasrdin, rahmat sizga. Rahmat Nasrdin. Abbas, qutqizish uchun tarqatilayotgan tillolarni to'xtatinglar. Nasrdinning qanchalik karomati bor, bir ko'rib boqay. Olinglar, bu bo'lmasmikan? Nasrdin keldi. Shahim. Meni izlaydigan bir ishim bormi Nasrdin? Shahim, afat kuchurgan xalqqa berilgan tillolarni o'zlari bergan. Yana nima ish to'xtatib oldilar? Nasrdin, men yana bir xil usul bilan xalqni qutqizmoqchi. Qanday usul? Qarasam, hammasi sana rahmat aytibotdi. Meningcha bu rahmat tillodanmi qimmat ekan. Shu men tillo bilan rahmatni almashtirmoqchi. Rahmat bilan qanday xalqni qutqizg'ili bo'ladi? Meningcha buningda sening karomatingga qaraymiz. Bildingmi? Albatta bo'ladi. Lekin mening kichkina bir talabimga ma'qul bo'lsizlar. Faqat mening beshimni agdirmisanglar. Ma'qul. Boyxo'jam, bizga ozroq yeydigan narsa bersizlar. Nergitish. Ner yo'q qilish, menda hech nima yo'q. Ner turish. Kim o menga bu narsa otgan? Sizlar bir to'p namuratlar menga neravozlik qilmanglar. Kim o meni urgan? Nasrdin, sen meni yordamdirding, menga 50 tilla to'laysan. Boyxo'jam, men podshohdan bir xabar angladim. Biz savdo qilsak qanday? Savdo? Sen bilan men qanday savdo qilaman? Boyxo'jam, podshoh menga qurollarni ofatdan qutqizishda to'kisi zo'r odamga podshoh alayda bir sovg'a beraman dedi. Podshohning sovg'asi. Boyxo'jam. O'lish bo'ldimi? O'lish bo'ldi. Men tayyorlik qilay. Nasrdin, rahmat sana. Arzimaydi. Menda yana ishki tuxum bor. Buni sizlar ilinglar. Rahmat Nasrdin, sana ko'p rahmat. Yanalar podshohga rahmat aytaylik. Tag'lar, hammalar, podshoh xaloyiqqa bir qimmatli sovg'a bermoqchi. Yuronglar, Nasrdinning gapini anglab boqayli, ha? Anglab boqayli, yuronglar nima sovg'idi? Podshoh sovg'a o'xshaydi. Yuronglar. Faqat ofat uchirganlarga moddiy buyum iyoni qilganlarning hammasi podshohning sovg'atiga erishalaydi. Xaloyiq, narsa iyoni qilib, xalqni qutqizib, yana podshohning sovg'atiga erishish nima degan xushalik ish, ha? To'g'ri. Biz iyoni qilamiz. Podshohning sovg'ati bo'lmasa-mu biz iyoni qilamiz. To'g'ri. Hoshim tog'am bir tog'or guruch yoni qildi. Hammanglar bo'ldi qilinglar.
Çatı duruş. Hey, çatı duruş. Baygo'cam, bu nima qilganlari? Hazırdan başlap hech kim iyani qilmanglar. Hamma narsani men iyani qilaman. Nima desanglar shu ba. Baygo'jam, deganlari rostmi? Albatta rost. Ammo podshoning so'g'itini menga berish kerak. O padişahın soğuktuğunu dep keptikende. Ha? Ha, Nasırdan, padişahın soğuktuğunun hemmini onunla bermesek bulmaydı. Sizlarni kimning iyani qilgan narsa meni gidinjek. Ha, bamo. Ha, men shunchalik narsa iyani qilsam, ajaba podshoning nurg'ulg'an so'g'itiga erishsam bo'lmamdi. Ha. Nasirdan podshoh qanday isl so'g'it berdiganda. Padişahning so'g'iti ham cho'ng, ham xosiyatli so'g'at. Xosiyatli so'g'at. Asla. Rahmet. Ila. Rahmet. Asla. Rahmet. Ila. Rahmet. Rahmet. Biz padişahning himmatiga rahmat aytaylik. Rahmet olileri. Padişahın himmetiga rahmet. Men ularning rahmatligini anglab baxush bo'ldim. Ahlileri tanadı. Abbas, sen mushunili deyalamsan. Abbas, qutqizishga ishlatadigan tillolarni taqtinglar. Xalqning kiyimi butun, qo'suq to'q bo'lsin. Ahlilerine rahmet. Rahmet. Yaxshi. Nasriddin, yaxshi qilding. Rahmat shoyim. Sening qandoq talabing bor? Men seni cho'qim rozi qilaman. Sizlar rahmat degan so'zni qimmatli so'g'at sifatida xaloyiqqa qaytirib taqdim qilgan bo'lsizlar. Bu qandoq talab bo'ldi? Sizlar butun xalqqa rahmat desizlar. Bo'lmaydi. Men seningla talabingga ma'qul bo'lgan hammasining talabini qondirolmayman. Amisi bo'pti. Undaqda xalq oldida rahmatni sovg'a qilib, menga bersizlar. Bo'ladi. Shunda qilaylik. Aliler geldi. Alileri soğukatlı belgelik geldi. Nasriddin, mush yedimi? Sal taxir qisla. Baygo'jam, kesla. Siz bu qitim hammadan jiq darsi iyoni qilgan odammi? Men shu olileri. Sizning saxovatli ishlaringiz cho'qim yaxshi javobga erishadi. Rahmat shoyim, rahmat. Nasriddin, endi hiliqi so'g'atni naqlashtiraylik. Shahim, mana men bu yerda. Nasriddin, sen ustadlik qilmajimi? Bo'ladi. Men hozirla sana so'g'atni beraman. U yerda men xaloyiqqa bir qimmatli so'g'at beraman. U bo'lsa-mo, rahmat. Ko'pchilikning ofatga uchirgan xalqqa qilgan yordamga ko'pdan ko'p rahmat. Shoyim rahmat. So'g'atchi. So'g'at qani? Mana shu shohimizning qimmatli so'g'ati. Baygo'jam, sizlar hammasining oldida turib, bu so'g'atni qabul qilgan odam. Men yana bir qitim xaloyiqqa rahmat aytaman. Xalqqa qilgan yordamingizga rahmat. Rahmat. Rahmat degan gapni anglab bak xush bo'lib ketdim. Bu qanaqmi so'g'at bo'lsin? Kalva, öldüklerse birkaç Xotin bo'ldi. Xotin bo'ldi. Bu nima? Bu podshoh degan alaydi lavha. İpekten to'qilgan. Hocam, qas karametler bacımı silini. Shundoq. Qas so'g'ik bu, isib qo'yaylik. Shundoq qilaylik.